Islom madaniyat markazi juda katta lekin. Bilmadim kamera bera olyaptimi yo'qmi? Men ko'rgan narsalarda juda katta. Odam ham juda ko'p. Xullas, yangilik. Turistlar uchun 300 ming so'm, O'zbekiston fuqarolari uchun 60 ming so'm ekan. O'zbekiston fuqarolari uchun bepul bo'lsa ham bo'lardi lekin, to'g'ri? Lekin juda ajoyib, chiroyli. Juda katta joyda joylashgan. Islom madaniyat markazi. Endi bu daraxtlar, bu chinorlar ekilgan, bu sada daraxtlar ekilibdi. Shular katta bo'lib, salqin bo'lib, keyin aylangani zo'r joy bo'lmasa, yozda ayni saraton vaqtida kelib shu yerda aylanish menga juda og'ir bo'lsa kerak deb o'ylayman. Issiqda, chunki hozirda normal, hozir aprel oyi yursa bo'ladi. Endi bizni inshootga-ku gap yo'q endi, bu bilmadim. Juda dahshat, juda chiroyli qurilgan. Lekin atrofga katta-katta daraxtlar ekilish kerakmi deyman-da, chinorga o'xshaganda, lekin salqinroq bo'lsa odamlar salqin bo'lish kerak-da baribir. Yozda o'rtasi kuni bu yerda juda quyosh sharqilab izvorsa kerak deyman. Lekin juda chiroyli. Juda bahaybat, juda chiroyli. Qani odamlarning qanchalik maydaligini, inshootni qanchalik kattaligini ko'raysizlar. Juda chiroyli. O, narada Toshkent City. Bu joyda